Aziya Konsaltda navbatdagi yangilik zo'r natijalarimiz do'stlar. Rossiyada joylashgan Omsk universitetimizdan bitiruvchilarning bir emas 5 ta diplomi yetib keldi. Hammasini avvalambor tabriklaymiz. Bugun mana 8-may kuni 2025-yil. Birin-ketin o'qishni boshlayman. Ro'ziyeva Zarima Rifatovna ekonomika. Tabriklaymiz. Ikkinchisi Mustafaqulov Ollamurod Ilhom o'g'li filologiya. Zo'r yo'nalish, haqiqatan ham zo'r yo'nalish. Uchinchisi Qayumova Kamola Abduhalil qizi filologiya. Juda ham zo'r. Bular ancha kutdi bitiruvchilar yetib kelishini. Ismoilov Saidjon Zaynuddinovich jurnalistika. Mana jurnalistlar qayerdan paydo bo'ladi do'stlar? Biz orqali paydo bo'lyapti do'stlar, ko'p mana. Va nihoyat 5-inchisi Nurmatova Dildora Bahodir qizi upravleniya personalov HR yo'nalishi. Bu juda ham hozir O'zbekistonda rivojlanib borayotgan HR yo'nalishi. Juda ham ko'p joyda ishlar bor. Masalan, shaxsan o'zimiz kompaniyamizdan ish bor. Bemalol eng kamida 10 million so'm oladigan ish. Kamida 10 million so'm. Aziya Konsalt orqali talaba bo'ylar, bitiringlar, aynan diplomni olib kelib bitta tabriklash nasib qilsin hammalaringga. Diplom egalarini kutib qolamiz. Abituriyent bo'lsangiz tezroq talaba bo'ling, kutib qolamiz do'stlar. Aziya Konsalt zo'r.